o'zini saqlanuvchanligini olib qoladi, saqlanuvchi bo'lib qoladi. Jamshid aka, mana bu kasallik xalq tilida kile kasalligi deyiladi, kitobiy tilda sitosporoz kasalligi deyiladi. Ha, endi qarang, kele avval ko'rsating uni simptomini birinchi. Ha, boshlangan, men qotib qolgan, ha. Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, fermerlar, bog'bonlar. Bugun yana gilos bog'iga keldik. Ayrim kasalliklar haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda uchrashi mumkin bo'lgan kasalliklar haqida gaplashamiz. Ularni ko'rsatamiz, ularning simptomlari qanaqa, necha gradusda rivojlanadi, ularni qanday yo'qotish mumkin, qanday kurashish choralari bor. O'shalar to'g'risida batafsil ma'lumotlarni berib, yoritib o'tamiz. Azbi xayrlashib qo'ydik, lekin yana bir qo'shimcha bor. Buni esdan chiqib ketibdi. Ertaga noto'g'ri tushunchalar bo'lib qolmasligi uchun yana qo'shimcha ma'lumot. Bakterial kasalliklar bor. Bakterial kasalliklarni o'zini muddatlari kelganda yoritib o'tib ketamiz. Sitosporoz kasalligini bakterial kasalliklarga bog'liq joyi bor. Bakterial kasalliklar rivojlangandan so'ng, bakterial kasalliklar shikast bergan joyga, zarar bergan joyga sitosporoz kasalligi ham kelib, ana o'sha joylarda ham yana rivojlanadi. Rivojlanish tezroq ham. Ha, rivojlanish tezroq ham bo'ladi. O'sha bakterial kasalliklar, bu haqda bakterial kasalliklarni yoritib ketayotganimizda, yoritib o'tadigan vaqtimiz kelganda yana qo'shimchasiga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Jamshid aka, mana bu kasallik xalq tilida kile kasalligi deyiladi, kitobiy tilda sitosporoz kasalligi deyiladi. Ha, endi qarang, kele avval ko'rsating uni simptomini birinchi, o'shandan keyin mana bu yerda kelaylar oqib qolgan joylari bor. Kamerangizni olib kelsangiz, ha, bormi? Oldingizda ham? Mana kelaylar oqib qotib qolgan joylari bor. Undan tashqari sal nariroqda mana o'zi yosh gilos bog'i mana anaqasi ham oqib ketyapti. Mana ko'ryapsiz? Ichi ko'y bo'lib qolgan. Ha, ichi ko'y bo'lib qolgan. Endi mana hozir shox sinib ketdi-da bu yerda. Qurib qolgan. Mexanik shikast yetgan. Mana bundan ham oqib chiqyapti, uni ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu kasallik nomi o'sha sitosporoz kasalligi bo'ladi. Bu kasallik havoning harorati 10 gradusdan yuqori, 30 gradusdan past bo'lgan haroratda yaxshi rivojlanadi. Ekinlarga, daraxtlarga jiddiy salbiy ta'sirlarni olib keladi. Undan tashqari bu kasallik rivojlanish mumkin bo'lgan joylar qanaqa bo'ladi? Aytaylik, quyosh birdaniga qizdirib yuborsa, ekinlar bunga tayyor bo'lmasa, aytaylik kecha misol uchun 20 gradus bo'ladigan bo'lsa, ertasi kuni undan keyin sekin quyosh sekin astalik bilan ko'tarilib 40-30 ga chiqib ketib qolib, daraxtlarni tanasi kuyib qolishi natijasida bo'ladi. Birdaniga qizib ketish bo'ladi. Kun birdaniga isib ketadi-yu. Ana o'sha holatlarda bo'ladi. Undan tashqari ob-havoning noqulay sharoitlari qanaqa? Yog'ingarchilik, do'l urishi, misol, har xil mexanik shikastlanishlar, mana bu yerda ham mexanik shikastlanishlar bor. Mana shu joylarda ham yaxshi rivojlanadi. Daraxtlar zaiflashib qoladi. Misol uchun stress holatga tushib qolgan paytlarida ob-havoning noqulayliklarida stress holatga tushib qolganda rivojlanadi. Endi bu kasallik asosan qanday joylarda saqlanib qoladi degan savol qo'yish kerak. Birinchi bo'lib, bu kasallik o'simliklarni qurib qolgan shoxlarida, misol uchun, o'lik tanalarda, o'simliklarda o'lik tanada saqlanib qoladi. Ko'p ehtimol bilan bu kasallik o'lik tanaga tushadi. Ha, yo'q, ko'p ehtimol o'lik tanaga tushadi emas, o'lik tanada o'zini saqlanuvchanligini olib qoladi, saqlanuvchi bo'lib qoladi. Bundan keyin bunga qulay sharoit, mana shu tanada saqlanib qoladigan bo'lsa deylik, bundan keyin o'sha aytib o'tganimizdek 10 gradusdan yuqori, 30 gradusdan past haroratda bo'ladigan bo'lsa, yuqish ehtimoli baland bo'ladi. Buni hozir videoda montajda ham ko'rsatib o'tamiz. Sitosporoz kasalligini simptomlarini to'liq batafsil ko'rsatib o'tamiz. Yana shunaqa qarashlar ham borki, mexanik shikastlanishlarda, o'sha ob-havoning noqulayliklaridan tashqari yana ozuqa balansini buzilishi,
Bu yerda bunda qanday bo'ladi? Azotli o'g'itlardan muvozanatlashtirilmagan holatda foydalanish, ya'ni me'yoridan oshiqcha foydalanish ham bu kasallik rivojlanishiga olib keladi. Azotli o'g'itni ekinligiga ko'p berib qo'ysa, bu kasallik o'sha daraxtda yo'qsa o'sha ekinda yaxshi maza qilib rivojlanadi. Yana shunaqa qarashlar borki, olimlarni yo'qmasa ayrim manbalarni ayrim manbalarda yoritilishicha etiklik mexanik shikastlanishlarda buni rangi sal nisbatan shaffofroq, ochiqroq bo'ladi. Hasharot zararkunandalar kelib zarar keltirgan joylarda nisbatan rangi qoraroq bo'lishi mumkin. Endi bundan avvalgi videomizda aytib o'tdik biz. Qurt buzoq boshi deb avval aytib o'tdik, o'zi mayqo'ng'izi deb aytiladi. Sharq mayqo'ng'izi, g'arb mayqo'ng'izi deb aytiladi. U haqida ham bundan keyingi videomizda to'liq ma'lumot berib o'tib ketamiz. O'sha qurtlar ildizni kemirganda ham o'sha bundan avvalgi videomizda aytib o'tganmiz. Ildizni kemirganda qaysidir o'sha ildiz qaysidir shoxga javob beradi. Mas'ul o'sha shoxlarni quritishi oqibatida ana o'shanda ham kasallik rivojlanadi. Endi bunga o'simlik kitobiy tilda aytganda qon tomirlari floema kiselema deyiladi. Endi floema kiselema deyiladi. O'sha floema kiselemalargacha kirib borib, o'simlik to'qimalarini zararlab quritib qo'yadi. Shunaqa xususiyati ham bor. Shu boya aytib o'tganimizdek, mayqo'ng'izini lichinkasi ildizi shikastlaganda floema va kiselemadan suv oqishi to'xtaydi. Suv oqishi to'xtagandan keyin ozuqa moddalar tepaga chiqishi to'xtaydi. Ana o'sha to'xtashi natijasida daraxtlar qurib qolish oqibatida mana shu shoxlarga ham kelib zararlashi mumkin. Endi buni hozir bir ko'z bilan qaraganda qanday ajratish mumkin? E'tibor bersangiz, hozir ayrim daraxtlarda mana qorayib ketgan joylari bor. Mana qarang. Yiltirab qorayib ketishini ko'rsatadi, o'zini simptomlarini ko'rsatadi. Sekin-astalik bilan keyin qaysidir joydan kelib oqib chiqishi boshlaydi. Yana o'zi bundan boshlangan. Ha, boshlangan. Men qotib qolgan, ha. Bu yoqlar oppoq turibdi. Bu yoq oppoq turibdi. Juda ko'p daraxtlarda shunday holatlar bor. Yiltirab sal boshqacha o'zi mana ham yaqqol o'zi ko'rsatib turibdi. Qorayishni boshlabdi. Ha, qorayishni boshlagan. Bu ham sekin-astalik bilan qurishga ketyapti bu. Ha. Buni oldini olish, buni tushishdan oldini olish qanaqangi yo'llar bor Jamshid aka buni davolashda? Mana qarang, hozir shu holatida aytaylik, shu holatida. Mana shu holatda bizda Captain Gold preparatimiz bor, fungitsidimiz. O'shandan foydalanish mumkin. Undan tashqari yana aytaman, uyg'unlashgan himoyani to'g'ri yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Bakteriya preparatlar bilan bio insektisidlar, bio fungitsidlar bilan to'g'ri ishlarni olib borish kerak bo'ladi. Qanday bo'ladi? Agar o'simliklar mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, hali o'zini kurtaklarini ochib, barglarini ochmagan bo'lsa, bio fungitsidlardan foydalanish tavsiya etiladi. Aytaylik, kasallik tezda tarqalishni boshlasa, rivojlanishni boshlasa, unda kasallikning belgilar, simptomlari mana bunday namoyon bo'lib turgan bo'lsa, ekinni, o'simliklarni, daraxtlarni vegetatsiya davrida, ya'ni gullashdan keyin, undan barg chiqarishda, hosil pishish davrlarida bo'lsa, o'sha Captain Gold preparatimizni sepib turib, uni davolash choralari ko'riladi. Baribir uyg'unlashgan himoyaga kuchli e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Jamshid aka, mana endi hop bahor fasli keldi, uyg'onish davri boshlandi. Ko'pchilikda yana o'sha eski savollar bo'lyapti. Bog'imga o'sha qalqondorlarga qarshi kurash haqida so'rashyapti. Hozir mana bugun yurtimizda 15-mart, 14-mart. Hozir ayni vaqtdami kurashsa bo'ladimi qalqondorlarga qarshi? Qalqondorlar haqida video ham qilganmiz. Ha, unda ancha havolar, ob-havo sovuq edi, boshqa edi. Hozir ko'pchilikdan kelayotgan savol shu, Jamshid aka. Agar qalqondorlar haqida. kurtay
уже gulga kelishni boshlamasa, kurashsa bo'ladi. Qalqontorlarga profilaktik tadbirlarda o'sha undan avvalgi videolarimizda ham aytib o'tganmiz. Dinox Gold deb. O'sha preparatdan sepsa bo'ladi, lekin kurtaga kelib gulli ochilishni boshlasa, unda to'xtatib turib, guldan o'tkazib olgandan so'ng, barglar chiqqandan so'ng, qalqondorlar faol holatga kelgandan so'ng sistemali, tizimli ta'sir qiladigan preparatlardan sepish tavsiya etiladi. Jamshid aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Hop. Nomerlaringizni yozib qoldiramiz, bog' bolalari sizga aloqaga chiqishligi uchun, misol uchun.